Pulli yo'llarda 150 km/soat tezlikka ruxsat beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati va poytaxtdagi loyihalar bilan tanishdi. Ular Toshkent viloyatidagi yangi xalqaro aeroport loyihasi, Shota Rustaveli ko'chasida amalga oshirgan rekonstruksiya ishlari, alyuminiy qadoq ishlab chiqarish korxonasi, Korzinka savdo tarmog'ining mahsulotlarini saqlash va taqsimlash markazi. Shaffoflik ta'minlanmasa, iltimos qaytib olimpiada o'tkazmanglar. Tarmoqlarda matematika olimpiadasi savollari tarqalib ketgan va ularga nisbatan ishonchsizlik ortib borayotgani keng muhokama bo'lmoqda. Prezident Saudiya Arabiston podshohligining yirik biznesmenlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Toshkentda yangi xalqaro aeroport mega loyihasiga tamal toshi qo'yildi. Toshkentda 17 yoshli o'quvchi mashina boshqarib avtohalokatga uchradi. Ming afsuski, mashinada bo'lgan yigitning sinfdoshi hayotdan ko'z yumgan. 2 barobar 140 gacha chiqargan.